Yozda yemasanglar qishda g'amini, qishda aniq bilaman, bu narxdan bu alikantaralarimizni topolmaysizlar. Barakalla. Buni qarang ha. Ushbu alikantaramizni 3 xil variantidan bor. Birinchi variantiga keladigan bo'lsa, mana shunaqa yoqasiga pishni naturalniy pisets ishlatilgan, qo'liga ham xuddi shu mexdan ishlatilgan. Matosiga keladigan bo'lsa, turetskiy kачествоsi yaxshi alikantaralardan ishlatilgan, bel bog'larini ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchi variantimizga keladigan bo'lsa, bu bilan buni farqi mana shunaqa kapshonkasida bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi, lekin mexi bir xil. Naturalniy pisets qo'llarida ham xuddi shunaqa bo'ladi, bel bog'li joylarida ham. Xohlasanglar bel bog'ini olib kiysanglar ham bo'ladi. Cho'nchaklarini ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunaqa qulegina yonida skritni bo'lib turadi. Oldi pistona taqilishi mana shunaqa bo'ladi. Uchinchi variantimizga keladigan bo'lsa, mana shunaqa naturalniy chernoburka qo'yilgan, ko'pchilik mijozlarimizga yoqadigan variantidan kapshonkasini ko'rsanglar bo'ladi. Chernoburkani ayamasdan qo'yilgan. Qo'lidagi mexi ham xuddi shu chernoburkadan. Matosi alikantari astariga keladigan bo'lsa, tellatib yormaydigan, o'ziga zax tortmaydigan, eng muhimi uncha-munchaga katushka bo'lib ketmaydigan astardan ishlatilgan. Ushbu alikantarolarimiz agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyaga narx deb yozib ketsanglar, sizlarga narxi bilan va razmerlarini tanishtirishadi. Hammanglarni Imperiyada kutamiz.